Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 31-mavzusi bilan tanishamiz. Ushbu mavzu Amir Temur markazlashgan davlat asoschisi deb nomlanadi. 14-asr 60-yillarda Movarounnahrda hukm surgan og'ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat mamlakatni birlashtirishni taqozo etadi. Amir Temur o'z zamonasining buyuk sarkardasi va davlat arbobi sifatida buni yaxshi tushunardi va ushbu ishga boshchilik qilishga qaror qildi. Aynan ushbu niyatni amalga oshirishda Amir Temurni oqsoqollar, harbiylar, savdogarlar, shahar hunarmandlari qo'llab-quvvatlashdi. U avvalo ichki dushmanlarga qarshi kurashni boshladi va 1370-yil bahorida o'zining kuchli raqibi Balx hukmdori Amir Husaynga qarshi yo'lga chiqdi. Qo'shin Termiz yaqiniga borganda Biyo qishlog'ida unga buyuk ulamolardan biri Said Baraka davlat ramzi bo'lmish nog'ora va bayroqni taqdim etdi. Bu gerb bilan bayroq, ya'ni musulmonlar odatiga ko'ra tosh, taxt ramzi sanalardi. Bu narsani taqdim etdi va uni xalq orasida tan olinganligini anglatar edi. Va yo'l aka unga juda ko'plab harbiy kuchlar kelib qo'shildi. Hattoki Amir Husaynning ayrim sarkardalari ham Amir Temur tomoniga o'tib ketishdi. Va 2 kunlik qamaldan so'ng 1370-yil 10-aprelda Balx shahri egallandi, Amir Husayn esa qatl etildi. 1370-yil 11-aprel kuni, kitobimizda ertasi kuni deyilgan, shu 11-aprel bo'ladi. Amir Temur rasman Movarounnahr amiri deb e'lon qilinadi. Diqqat qilamiz. Movarounnahr amiri, xon emas, boshqa unvon emas, amiri deb e'lon qilinadi. Shunday unvon bilan ulug'lana boshlaydi. Amir Temur davlatning siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamlash uchun albatta unga poytaxt kerak edi. Aynan Amir Temur turli xil shaharlarni o'rgangan holatda Samarqandni poytaxt qilishga qaror qildi va 1370-yil iyul oyida Samarqandda katta qurultoy bo'lib o'tdi. Unda davlatni tashkil qilish uchun eng asosiy masala davlat tizimini shakllantirish, qo'shinni tuzish, mana shu ikkita eng katta masala muhokama qilindi, Samarqand poytaxtga aylantirildi. Va sekin-asta Samarqandda Mo'g'ullardan buzib tashlangan devorlar, qal'alar qurilish jarayonlari boshlandi. Va Amir Temur mamlakatda kuchli qonun va tartiblarni joriy qildirdi. Amir Temur o'zini Chig'atoy ulusining barcha yerlarida voris sifatida ko'ra boshlab, u Sirdaryoning quyi havzasida yerlarni Toshkent viloyati, Farg'ona vodiysi, Xorazmni o'z hukmronligi ostiga birlashtirishga harakat qildi. Va 1372-88-yil oralida Xorazmga 5 marta yurish qildi va uni uzun-kesil bo'ysundirdi. 1381-yilda Hirot, Seiston, Mazandaron hududlariga yurish qildi va ularni egalladi. Va bu hududlar egallangandan so'ng Sarax, Jom, Qavsiya, Sabzavor kabi shaharlar Amir Temurga jangsiz taslim bo'ldi. Va shunday qilib Amir Temur Movarounnahr, Xuroson, Xorazm kabi mintaqalarni o'z ichiga olgan yirik davlatni barpo qilishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi yillarda esa Amir Temur davlatini yana yangi hududlar hisobiga kengaytirdi va atrofdagi davlatlardagi siyosiy bosh-boshliqlarga zarba berdi va ulkan yirik imperiyani barpo qildi. 31-mavzu haqida qisqacha fikrlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.